Azizlar, bugun Chuqurondamiz. Bu yerga kelishimizga asosiy sabab 4 yillik sog'inch, ya'ni bir 6 oydan keyin 4 yil bo'ladi, 3,5 yil desa ham bo'laveradi. Mehribon farzandlaring nomidan xonadonga keldim. Qalb 18 bahor, Allohim bergan yosh esa 57 bahor. Onajonni ko'ramiz. Hozir ko'rinishlari qanday bizda taassurot qoldiradi. Bugun umr yo'ldoshlari Ravshanjon ota, farzandlari Gulnozaxon, Izzatullo, Islomjon, barcha mehribonlarning nomlaridan Lobarxon onaga quvonch ulashamiz. Maqsad bitta, musofirdagi qizlarini rahmatlarini aytishlik. Endi bilmadim, video davomida bizni nimalar kutyapti, lekin aniq bilamanki, onani xursand qilamiz. Bugun ajoyib shirinlik hamda go'zal tabiiy gullar bilan xonadonga tashrif buyurdik. Ketdik. Menga oltinsa kerakmas, menga tillalar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zining nuri onamdir. Menga oltinsa kerakmas, menga tillalar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zining nuri yonginamdan hech jilmagan, allalabdinim bilmagan, hech kimlardan kam bilmagan, ko'zimning nuri onamdir. Voy jannat jonim onam, duolarim minnat onam, baxtimga siz ko'p yashang onam, jon onam. Menga oltin zar kerakmas, menga tillalar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zining nuri onamdir. Quyosh qadar mehrining nuri, gullar sochar shirin ifori, bizlar uchun eng mehribon zot, bugun onam tug'ilgan kuni. Quyosh qadar mehrining nuri, gullar sochar shirin ifori, bizlar uchun eng mehribon zot, bugun onam tug'ilgan kuni. Bugun onam, bugun onam, bugun onam tug'ilgan kuni. Bugun onam, bugun onam, bugun onam tug'ilgan kuni. Oyoqlarida yurib tursin, ko'zi doim kulib tursin, bizni uzoq duo qilsin, jonim jon onam. Yuzimli jannatim onam, minnatim duogo'y onam, baxtimga siz sog' bo'ling onam, kasal bo'lmang jon onam. Oyoqlaridan yurib tursin, ko'zi doim kulib tursin, bizni duo qilib yursin, jon onam, jon. Bugun eng chiroyli gullarni olib, qo'liga yuboraylik ketsin quvonib. Axir yashayapti bizga ishonib, bu mening onam, bu mening onam. Qush tursa tinmagan
shoshila yuzlaridan nur yorib turgan onani qachon ko'rar ekanman deb va nihoyat o'ylagan manzilimga, o'ylagan xonadonimga, mana bu yerdagi shirin so'zlarni aytishlik uchun tashrif buyurdim. Yuzingizdagi bu nurga, Allohim bergan mana shu ko'rinishga hech qachon ko'z tegmasin. Yoshingizni mana shirinligimiz ustida turibdi-yu, ozginagina nima deydi, adashimizda onam asli 18 bahorga kirgan ekanlar. Umrlari uzoq bo'lsin. Mehribon farzandlari bor inson qanday keksaysin, to'g'rimi ona? Mana bu yer doim 18 yoshda turadi. Nima deydi? Mehr bergan inson albatta mehr oladi. Kechalari beshigini ushlab qo'llaringiz qadoq bo'lgan ekanda, onaning qo'li qachon qadoq bo'ladi? Beshik ushlagan paytda qadoq bo'ladi. Chunki ko'p beshik tebratadi. Ba'zi bolalar sho'x bo'ladi, uxlamaydi, soatlab alla aytishga to'g'ri kelib qoladi. Allohlar aytgan ekansiz, onajon. Mehr bergan ekansiz. Mehr ila oq sut bergan ekansiz. Bugun berilgan mana shu bir tomchi sut uchun farzandlar rahmatini aytishlik uchun keldim xonadonga. Maqsadlari, niyatlari juda ham katta. Sizdagi mehribon ona doimo duoingizni olishlik. Bir savol bermoqchiman. Shu fursatlardagi eng baxtli ona kim deb savol bersam hozir, nima deb javob berasiz, onajon? Baxtli ona kim hozir? Menda. Eng baxtli ona siz. Umringiz uzoq bo'lsin. Yuzli yoshlarga kirganingizda ham kelib quvontirishlik, baxti bizga nasib qilsin. Allah aytib beshiklarga belagan onam, Allohimdan umr rizqim so'ragan onam. Duogo'yim, doim baxtim so'ragan onam, siz kabamsiz Makkatilloyim onam, siz kabamsiz Makkatilloyim onam. Yuzingizni o'xshataymi nurlarga onam, yulduzlarning yog'di ustidek durlarga onam. Aziz qilib, birgalikda hajlarga boraymi onam, siz kabamsiz Makkatilloyim onam, siz kabamsiz Makkatilloyim onam. Bolalikdan mehrini bergan tunlar bedor yulduzlar tergan. Atrofimda parvona bo'lgan men onamni yaxshi ko'raman. O'zi yemay menga tutungan, xasta bo'lsam alam yutingan. Olis ketsam ortimdan duolar qilgan men onamni yaxshi ko'raman. Alloh sizdan kuch oldim ziyo, duogo'yim cheksiz bir dunyo. To qiyomat asrasin Xudo, men onamni yaxshi ko'raman. Farishtamsiz mening boyligim, dunyodagi eng chiroyligim. Yonimizda yuring har doim, onajon sizni yaxshi ko'raman deb barcha mehribonlaringiz, farzandlaringiz bugun xonadonga taklif qilishdi. Kim qo'ng'iroq qilgan deb o'ylaysiz, ona? Juda ham topqir ekansiz, ona. Manimcha siz maktabda ham eng a'lochi qizlardan bittasi bo'lgan bo'lsangiz kerak. Izzatullo, Islomjon, barcha mehribonlaringiz nomlaridan hamda Ravshanjon otamiz hammalari. Lobarxon ona, umringiz uzoq bo'lsin. Nima deydi? Mana bu yerdagi shirin so'zlarni aytishlik bu boshqacha niyatda, boshqacha tilaydi. Niyat eshitishga tayyorsiz, a? Har bir aytilgan so'zga farishtalar amin deydi. Bu yerda katta sizmi? Siz katta. Baribir kelganini so'rashganda niyatlarni bildirgansiz, uni men eshitmaganman-da. Shuni qaytara olasizmi endi? Boyagi panagram bo'lgan, endi jonlisi bo'ladi. Repetitsiya qilib olganlar-da, onam. Umringiz uzoq bo'lsin. Yuzingizdan kulgu tark etmasin, onajon. Yaxshi insonni xonadonida, yaxshi kunlarda yaxshi insonlar tashrif buyurishadi. Niyatlaringiz. Doim umrlari uzoq bo'lsin. Farzandlariga bosh bo'lib doim yursinlar. Shu kenjatoylarini chiroyli joylardan Xudo qilib to'ylarni qilsinlar doim. Umrlari uzoq bo'lsin. Doim mana shunaqa kulib farzandlarini shu qurshovida yuraversinlar. Siz kim bo'lasiz? Endi nima desam bo'ladi? Singillarimda, qaysi singillarim? Qaysi singillar? Xursandman, lekin sensatsiya bu. Ochig'i, hayratdaman. Bizda shunaqada. Injiniy sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring, ilohim. Bolalaringiz orzu havasini ko'rib yuravering. Rahmat farzandlariga. Juda ham chiroyli tarbiyalaganlar, ilohim. Hech ham kasal bo'lmasinlar. Bunaqa yosh ko'pidan ko'rsinlar, ilohim. Sizlarga ham rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Shunchalik mashalaga kelib, shunchalik ariga nima deydi? Hammani xursand qilib yuribsizlar. Sizlarga ham katta rahmat. Onajon, sizning mehribonlaringiz ikkala opamdan aytdi. O'zlari aytdi, qaysi singilman dedilar-da. Aslida qaysi singilim bunaqa bo'lmaydi. Kam, hozirgi zamonda kam-da. To'g'rimi, ona? Adashmayapman-a? Sizning mehribon ona bilan maqtanishlik baxti nasib qildi. Men buning uchun farzandlaringizni hammalariga rahmat aytmoqchiman.
kimdirlar uchun ibrat bo'lsin bu video. Ertaga kimdir ko'zi tushib qoladigan bo'lsa, ibrat bo'lsin. Mehr bergan inson albatta mehr oladi. Mehrni cheksiz qilib bergan ekansiz. Qayerdan olgansiz shuncha mehrni? Ona men baribir gap so'g'ir bo'lsa ham olaman baribir onajon. Kam gap ekansiz, buni bildim. Lekin qiyin emas mehr berish. Yo'q, onalardan olganmiz, to'g'ri. Qiyin emas uni. Kutganmidingiz, kutmaganmidingiz? Men buni kutmagandim. Surpriz bo'ldi. Surpriz. Surprizlar yoqadimi sizga aslida? Ketdi ko'chaga. Bola chiqib ketib qopti. Ha, yuribdi ana. Surpriz yoqadimi, yoqmaydimi? Yo'qadi endi. Kutilmagan sovg'a bilan kutilgan sovg'aning o'rni boshqacha bo'ladi, to'g'rimi? Boshqacha. To'g'ri, boshqacha. Opamning bitta orzulari bor ekanda. Qanday orzular deb o'ylaysiz? Men o'rtada ko'prikmanda, hamma narsani ado etmasam, ertaga ichim chiqmaydi. Shuning uchun berib olishim kerak savollarni. Orzulari bor, bitta juda go'zal. Shu orzu nima deb o'ylaysiz? Opamning Bor, umraga olib boraman derdi. Topdingiz. Yana qoyil qoldim. Endi tilaklari bor. Berdi ona. Hech kimga aytmaydigan. Shu tilakni ham topa olarmikin? Men aniq bilaman topa olmaysiz. Balkim toparsiz, lekin topa olmasligingizga men ko'proq ishonib turibman. Bunday tilakni hech kimga aytmaydi-da inson. Tilak. Orzulari umraga olib borish haqiqatan. Tilaklari bor, Xudodan so'raydigan doim bitta. Biz doim sog' bo'lib yurishimizni tilaydi. Umrimiz uzoq bo'lishini tilaydi. Doim birga bo'lib, baxtli bo'lib yurishimizni tilasa kerak. Taxminingiz shu. Aytdim-ku topa olmaysiz. Endi o'zim aytaman. Bugun ochib qo'yaman, endi opam rozi bo'lib qo'yadilar bu narsaga. Bu hayotga yana qayta kelishlik baxtini Alloh agar menga nasib qiladigan bo'lsa, Xudodan shuni so'rar ekanlar. Yana qayta sizdek onani farzandi bo'lishini so'rar ekanlar. Tilaklar shu ekan, Xudodan doim so'rayman. Bitta pinhona tilagim shu deganlar. Qarang qanaqa niyatlari bor. Umringiz uzoq bo'lsin. Umraga olib borishlik, birgani shu yerlarda aylantirib yurishlik nasib qilsin. Hech qachon kasal bo'lmang. 100 yoshlarga kirganingizda ham mana shunday yuring. Men ish faoliyatimda eng katta yoshlik onam 94 yosh edilar, onajon. 20 kun bo'lmadi, men rekord yangilab qo'ydim. Xudo xohlasa, mana shu onaxonning yoshlarini hamma onaga bersin. So'raganga Xudo beraveradi. 130 yoshlik onaning duosini olishga nasib qildi ona. 130 yoshlik ana shu kun ham kelib, 130 ga kirdim o'g'lim deb duo qiling xohlasa. Umringiz uzoq bo'lsin. Farzandlaringiz mana yoningizda turishibdi. Opa, siz ham niyat bildirasizmi? Kelinglar. Keling. Aba, tabriklaymiz. O'g'lingiz, hammamiz oilamiz nomimizdan tabriklaymiz. Hamisha baxtimizga sog' bo'ling. Biror marta qaynalik qilmagansiz. Onamdan ham mehribonsiz kerak bo'lsa, hammasi uchun rahmat sizga, aba. Bu boshqacha-da onajon. Bu boshqacha. Keliningiz shunchalik sizni yaxshi ko'ryaptilar. Ko'z yosh, bu hammasi mehrdan-da. Umringiz uzoq bo'lsin. Iltimos qilaman, onamning duolarini olgunimgacha opamga bitta qo'ng'iroq qilib beringlar. Musofir opamga. Imkon bormi? Telefon qilib beringlar. Onajon, bitta mehribonlaringizni duo qilib bering. Amin. Sog' bo'lsin avvalambor. Umrlar uzoq bo'lsin. Nimaki niyat qilsa niyatlariga yetsin. Bizni baxtimizga sog' salomat bo'lib, o'ynab kulib, eson-omon sharlarga eson-omon ishlab, o'ynab kulib. Allohu akbar. O'g'illaringiz juda ham baxtli ekan, akam. Umrlar uzoq bo'lsin. Sizdek onani qizlari bo'lishlik bu menimcha 2 karra baxt bo'lsa kerak. Onajon, umringiz uzoq bo'lsin. Opa, yaqinroq bitta. Mana shu mehribon qizlari onajonimni. O'xshar ekansizlar ikkalanglar. Niyatlaringiz? Baxtimga sog'-omon bo'ling.
Xudo xolasa keyingi tug'ilgan kuningizga umra safariga Amin. yo'llanma sovg'a qilib. Amin. Amin. Xudo Tanjanina sog' bo'lsin sizlarni ham, umringni uzoq bo'lsin. Amin. Nimaiki niyating yetgan bo'lsanglar, niyatingga yetinglar. O'g'illarim bilan sog' bo'lib, salomat bo'lib, o'ynab kulib bag'rimga qaytishinglarni tilayman. Sog' bo'linglar. Opa, menga yozib yuborgan hamma she'rlaringizni, so'zlaringizni onamga yetkazdim. Faqat iltimos qilgandim. Oxirida yaxshi ko'raman degan so'zni o'zingiz ayting degandim-ku. Bitta ayting. sizni yaxshi ko'raman onajon. Rahmat. Tanjanina sog' bo'lsin. Baxt bu onajon. Sizdek farzandlar ko'paysin opa. Onamdek onalarni xursand qilishlik uchun bugun mehriboningiz bilan bir musofir bilan o'rtada kichkinagina ko'prik bo'lib xursand qilganligimdan xursandman. Shukrona kunga shirinlik yarashadi-da. Shu shirinligimni ustiga hech o'zi bitta xilab qo'shib yoqib qo'ysam, ruxsat berasizmi? Ha? Qani gugutingiz? Gugutingiz qani? Gugut. Egasi topib ketdi. Qani gugut? Ichkarida. Berib turing mana shu yerda. Olib chiqinglar. Sizdamida gugut polvon? Shu bolani gapirib keling. Ismingiz nima? Keling, olib keling. Ismingiz nima? Muhammad Mustafa. Bu jonni yaxshi ko'rasizmi? Ha? Bitta yaxshi ko'raman deb qo'ying. Qo'lingizdagi nima u? Qog'oz. Mana uni yoqamizmi birga kelamiz? Yoqamizmi? Yoqamiz. Yoqamiz. Ha, yoqing. Yoqing. Ana. Mis. Tabriklaymiz. Umr uzoq umr ko'ring. Mana shu yerdagi so'zlarni hammasi o'z o'qib olasiz keyin. Xudo qo'ying nashini. Farzandlaringiz yuraklardagi so'zlar onajon, hammasi. Opa. Uzoq bo'lsin. Ona shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Salomat